Bugun tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchang kuyovimiz rosa potpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. Tort, qora satri yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbiga kiyamadi. Voy, o'lmasam sharmanda. Ha, mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Bola tug'ilgan kuningiz bilan alavali sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina tug'ilgan kunimga xush kelsinlar, Abdushi. Assalomu alaykum kiyamadi. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsa, tishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha spotni bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi mana shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Chisni o'da xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizlar, tishingizni yuvib keling. Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark etgin yigit ketadi, tavba qildim. Nasiga ham olib kelamiz tug'ilgan kunga. Hali li deganini olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasiyotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy adasi, ishlar bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, kuyib qo'ygandek o'zingiz. Voy, qadam o'rgangansiz mana shu narsani.